Qur'onda jannat shunchalik batafsil tasvirlanganki, u yerga iloji boricha tezroq borishni istab qolasiz. U yerda ko'ngil ishtaha qiladigan va ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar u yerda abadiy qolursizlar. Payg'ambarimiz shunday dedilar: u yerda doimo sog'lom bo'lasizlar va hech qachon kasal bo'lmaysiz. Boqiy yashaysiz, hech qachon o'lmaysiz. Hech qachon qarimaysiz, doim yosh bo'lasiz. To'kin sochinlikda yashaysiz, hech qachon muhtoj bo'lmaysiz. Jannatda erkak kishi o'zining eng navqiron va kuchli payti 33 yoshida bo'ladi. Er-xotinlar jannatga kirsalar, ularning turmushlari ham abadiy davom etadi. Bu dunyoda nikoh qurolmaganlar u yerda istagan kishisi bilan nikoh quradi. Rasululloh jannatni bunday tasvirlaydilar: jannat oltin va kumush g'ishtlardan qurilgan, uning hidi mushk, mayda toshlari marvarat va yoqutdan, tuprog'i esa zafarondandir. Kimki unga kirsa boqiy yashaydi, azob ko'rmaydi, baxtli yashaydi va o'lmaydi. Kiyimlari hech qachon eskirmaydi, o'zlari esa hech qachon qarimaydi. Va eng qizig'i shundaki, tabiat qonunlari va bu dunyoning sabab-oqibat qoidalari u yerda bo'lmaydi. Ya'ni nimani istasangiz o'sha zahoda paydo bo'ladi. Meva yeyish uchun urug' ekib hosil berishini kutish yoki sotib olish uchun biron joyga borishingiz shart emas, chunki jannatda hech qanday mehnat, hech qanday kutishlar yo'q. Alloh istaganingizni o'sha zahotiyoq muhayyo qiladi. Daraxtdan meva uzib olsak, darrov boshqasi paydo bo'lib qoladi. Daraxt zarracha o'zgarmaydi. Go'sht yeyishni xohlasangiz, oldingizda pishirilgan holda go'sht paydo bo'ladi. Bir savol so'rayman. Tug'ilganingizdan beri necha xil taom yegansiz? Bu hayotda dunyodagi mavjud bo'lgan taomlarning bir qisminigina yeya olishingiz mumkin. Ana shuning o'zi ham bizni hayratlantirish uchun yetarli. Bizni hayotimiz dengizdan bir tomchi bo'lsa ham, baribir mazza qilib yashayapmiz. Masalan, pomidorni o'z ta'mi bor, tuxumni o'z ta'mi bor, qalampirni o'z ta'mi bor. Ularni aralashtirsangiz butunlay boshqacha ta'm beradi. Bugunga qadar dunyodagi taomlarning 1% ni ham tatib ko'rmagan bo'lsa kerak. Endi buni jannat taomlariga solishtirsak, milliondan biriga ham to'g'ri kelmayapti. Yana bir ne'mat haqida gaplashsak, jannatda gina, hasad kabi qalb kasalliklari yo'q. Barcha yomon hissiyotlar olib tashlanadi. Hamma aka-ukadek yashay boshlaydi. Alloh buni quyidagicha tasvirlaydi: ularning dillaridagi g'illig'ishtlarni chiqarib tashladik. So'rilarda bir-birlariga boqib do'st bo'lgan hollarda o'ltiruvdilar. Shuningdek, Rasululloh aytganlar: ularning qalblari bir kishining qalbi kabi bo'ladi. Ular orasida hech qanday kelishmovchilik yoki o'zaro nafrat bo'lmaydi. Xuddi aka-ukalardek odamlar dunyodagi xotiralarni eslab gaplashib o'tirishadi. Bir paytlar yashagan davrlarda yana bir bor kezishlari mumkin bo'ladi. Xuddi kino ichiga tushib qolgandek. Dunyodagi eng qiziq voqealarni ko'rishlari va o'sha joyga borishlari ham mumkin bo'ladi. Endi boshqa ne'matlar. Toza suvli daryolar, sutli daryolar, asalli daryolar va tasavvurimizdan tashqari boshqa ko'plab daryolar bo'ladi. Qur'onda Alloh shunday deydi: taqvodorlarga va'da qilingan jannatning misoli budir. Ostidan anhorlar oqadi, mevalari va soyalari doimiydir. Ichida aynimagan suvli anhorlari, ta'mi o'zgarmagan sutli anhorlari, ichuvchilarga lazzat baxsh xamir sharobli anhorlari, musaffo asalli anhorlari bor. Ular uchun u yerda barcha mevalar va o'z Robbilaridan mag'firat bor. Bu yerda aytilgan sharob dunyodagi sharobga o'xshamaydi. U jannatga xos sharob bo'ladi. Ular zavq va taskin beradigan sof ichimliklar bo'ladi. Hech kimni mast qilmaydi. Bu go'zalliklardan tashqari jannat iqlimi ham mukammal darajada bo'ladi. Dunyodan farqli o'laroq na issiq, na sovuq, hammamizga yoqadigan ajoyib havo. Jannatda tun bo'lmaydi. Tuganmas nur yuraklarni quvonchga to'ldiradi va ularni quyuq soyalarga kiritamiz. Jannatda tun yo'q, faqat nur bordir. Jannatda uyqu ham bo'lmaydi. Bu dunyoda uyqu yoqimli, chunki u charchoqni chiqaradi. Jannatda esa charchoqni o'zi bo'lmaydi. Ularni u joyda charchoq tutmas. Bu dunyoda qiziqarli ishlarni qilsak ham biroz o'tib zerikamiz, to'g'rimi? Jannatda ham shunday bo'ladimi? Umuman, zerikishni o'zi yaratgan Alloh sizni zerikib qolishingizga yo'l qo'ymaydi.
Demak, jannatdagi uyimiz abadiy xursandchilik, zavqqa to'la, muhtojlikdan xoli bo'ladi. Unga kirganlar hech qachon chiqishmaydi. Qur'on va hadisdan ma'lumki, jannatning 8 darvozasi bor. Odamlar amallariga qarab ulardan biridan kirishadi. Ular namoz darvozasi, jihod darvozasi, sadaqa darvozasi, rayyon darvozasi, haj darvozasi, kechirimlilar darvozasi, imomlar darvozasi va zikr darvozasi bor. Mo'minlar o'zlarining martabalari va Alloh huzuridagi mavqelariga ko'ra jannatning 7 qavatidan birida bo'ladilar. Ular Al-Firdavs, Adn, Naim, Dorul Xuld, Al-Ma'va, Dorussalom va Illiyun. Xo'sh, agar jannatning darajalari har xil bo'lsa, unda qanday qilib eng yuqoridagi kishi eng pastdagi kishi bilan birga bo'lishi mumkin? Badiiuzzamon Said Nursi buni payg'ambarimiz alayhissalomning hadisi bilan go'zal tarzda bayon qilgan. Kishi jannatda o'z rafiqi bilan bo'ladi. Ataylik, mening tam bilish qobiliyatim juda kuchli, sizniki esa kuchsizroq deylik. Biz go'zal manzarani tomosha qilib o'tiribmiz. Meni ko'zim ham o'tkir, uzoq masofalarni ko'ra olaman. Siz esa unday emassiz. Stolda yonma-yon ovqatlanib o'tiribmiz. Kim ko'proq mazza qiladi? Men albatta. Chunki ko'zim yaxshi ko'radi. Tan bilish qobiliyatim ham zo'r. Xuddi shunday, agar biz jannatda bir dasturxon atrofida o'tirsak va do'stimiz bilan bir xil taomni yesak ham, har birimiz oladigan zavq baribir har xil bo'ladi. Lekin hech kim shikoyat qilmaydi. Hamma o'zida bor narsadan rozi bo'ladi. Hech kim yuqori martabada bo'lmaganidan xafa bo'lmaydi, chunki aytganimizdek, har qanday salbiy yoki xafa qiluvchi tuyg'u ularning qalbidan olib tashlanadi. Jannatda odamlar qanday kiyimda bo'lishadi? Qur'on bizga jannat liboslari ipakdan tikilgani va chiroyli bezatilgani haqida xabar beradi. Ular yupqa yashil ipak va istabroqdan liboslar kiyadilar, qalin ipakning bir turi. Ular oltin bilaguzuklar va marvaridlar bilan bezanurlar, kiyimlari esa ipak bo'lur. Jannatda ko'rinishimiz qanday bo'ladi? Dunyodagi ko'rinishimizda bo'lamizmi? Jannatda Alloh har bir insonga mukammal go'zallik va uni eng yoqtiradigan qiyofani beradi. Va bu go'zallik faqat bitta ko'rinish bilan cheklanib qolmaydi. Alloh bandalariga xohlagan paytda istalgan qiyofani tanlashga ruxsat beradi. Demak, jannat kishilari istagan chiroyga ega bo'lishlari mumkin bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darhaqiqat jannatda bir bozor borki, unda erkaklar va ayollarning suratlaridan boshqa hech qanday savdo sotiq yo'q. Shuning uchun qachonki biror kishi ko'rinishini o'zgartirishni istasa, u yerga kiradi dedilar. Jannatga eng oxirgi kiradigan kishini bilasizmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Men do'zaxdan chiqadigan va jannatga kiradigan oxirgi odamni bilaman. U do'zaxdan chiqadi, olovdan emaklab chiqadi va Alloh unga bor va jannatga kir deydi. U unga boradi, lekin u to'ladek ko'rinadi. Keyin qaytib kelib deydi: "Ey Robbim, men uni to'laligida topdim." Alloh yana: "Bor va jannatga kir. Chunki senga butun dunyo ne'matlaridek hatto 10 barobar ko'p ne'mat beriladi" deydi. U kishi hayratlanib: "Sen olamlarning parvardigorisan, meni masxara qilyapsanmi? Yoki ustimdan kulyapsanmi?" deydi. Buni rivoyat qilgan sahoba Abdulloh ibn Mas'ud shu joyga kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni orqa tishlari ko'rinib qolguncha jilmayib kulganlarini ko'rdim dedilar. U kishi jannat ahli orasida eng past darajali bo'ladi. Eng asosiy savol: jannatda Allohni ko'ra olamizmi? Ha, inshaalloh. Eng katta baxtimiz Allohni ko'rishimiz va uni bizdan roziligini bilish bo'ladi. Qur'on buni shunday ta'riflaydi: "U kunda bor chiroyli yuzlar, Robbisiga nazar soluvchilar. Bu jannatdagi eng katta ajr bo'ladi." Badiiuzzamon Said Nursi shunday ta'riflaydi. U o'zining tafsirida shunday deydi: "Yer yuzida 1000 yillik quvonchli hayot jannatdagi 1 soatga ham teng emas. Hamda jannatda 1000 yil yashash Allohni 1 soat ko'rishga teng emas." Buni o'z hayotingiz bilan solishtirmang. Buning o'rniga boshidan oxirigacha hech qanday qiyinchiliksiz, faqat quvonchga to'la hayotni tasavvur qiling. 1000 yillik shunday hayot bo'lsa-yu, lekin baribir jannatda atigi 1 soatga teng bo'la olmasa. Yana jannatda 1000 yil tasavvur qilib bo'lmaydigan ne'matlarga to'lib toshgan hayot ham Allohning jamolini 1 soat ko'rishga teng emasdir. Parvardigorning go'zalligini ko'rgan mu'minlar unga maftun bo'ladilar va minnatdorliklarini shu kabi so'zlar bilan ifodalaydilar. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Yana bir dahshatli narsa: jannat ahli do'zax ahlini ko'rib turadilar. Jahannamdagilar ham jannatdagilarni ko'rib turadi.